Saksrob Ubaydullayev yana bir Davud Goliyatga qarshi. Men sizlarga aytmoqchiman bir voqeani. Bir aviakompaniya haqida, nomlari Wizz deb atalar. Bir yigitni bilaman, Suhrob uning ismi. Wizz Air samolyotiga chipta olgan edi. O'zbekistondan mehribon insonlardan Samarqandga uchmoqchi edi. Hujjatlari joyida, hammasi to'g'ri. Avval ham 1 million marta shular bilan uchgan edi. Siz o'zbeklarga yopishibsiz, samolyotga qo'ymadingiz, ammo pulini o'zingizda qoldirdingiz. Biroz hurmat qiling, va'da bergan narsangizni baqiring. Bu shunchalik qiyinmi sizga? Chunki hamma pushaymon bo'ladi business classda uchganidan. Bermadi, uni yolg'iz tashlab ketdi. U 2 hafta o'tdi, Ramdan uyga yetolmay Turkiya ko'chalarida u yotdi. Ovqatga puli yo'q edi, aviakompaniya esa uning xat va tweetlariga javob bermadi. U hech narsa qilmagani uchun azob chekdi, lekin bu dahshat to'xtamadi, davom etdi. Siz o'zbeklarga yopishibsiz, samolyotga qo'ymadingiz, ammo pulini o'zingizda qoldirdingiz. Biroz hurmat qiling, va'da bergan narsangizni baqiring. Bu shunchalik qiyinmi sizga? Chunki hamma pushaymon bo'ladi business classda uchganidan. Agar siz